Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimiz a'zolari, hammalarga xayrli kun. Bugun 19 dekabr 2025 yil. Sansevilla so'raganlarga Sansevilla buni Mansurbek deb bilsizlar. Adashmasam 55 ming, mana 70 ming uchun shunaqa dekabristlar mana kecha yangi keldi. Dekabristlar ham qo'lib yotibdi. Gullar xudo xohlasa. Dekabrist mana yana mahroviylar, qizillar asa chiroyli, qalamxo'yi. Xudo xohlasa bambuklar. Sansevillaning kattalari. Katta sansevillalar. Dixinbahyalar, xohlasa bambuklar. Kattalar. Sifat filmlar mana kecha yangi keldi, bularning to'g'risi bir kiyim mana. Medalyonlar mana. Medalyonlar xudo xohlasa chiroyli ketdi. O'shalar qo'ygan mana shu gullar ham joni qattiq ekan, mana nomi nima ekan esimda yo'q. Azaliya, mana azaliya ham yangi partiyasi, hali ochib ham ulgurmadi. Chiroyli holatda kelgan. Gardeniya kattasidan. Haveya mana boshda kelganda ancha qimmat narx qo'yishuvdi, mana keyin arzonlab ketdi. Adashmasam 55 ming 60 ming atrofida. Azaliyani mana kattalari. Sifat film kelgan. Sensatsiya. Qizilidan. Kratonda. Kratonlar ham mana krasula kelgan. Krasula ham yaxshi turibdi xonaning ichida. O'zimiz ofislarga qo'yganmiz, qarab berishga. Yaxshi turibdi, zo'r turibdi. Ancha joni qattiq ekan, yaxshi gul ekan. Hozir endi bunaqa ba'zilar ko'payib qoldi, gulab kelayotgan. Ancha ko'p gulab kelayotganlar. Pahira ham yangi keldi, xudo xohlasa. Chiroyli holatda ketdi, pahirasi ham zo'r ketdi. Nariyada sovuq xonasida nimalar bor, ko'rsataman. Mana shu mashhur kameliya. Hamma kameliya deb guli o'ta ko'p, juda guli ko'p ekan. Xudo xohlasa juda ham ajoyib, chiroyli holatda ketdi. Yangi partiya. Azaliyalar mana 4 xil, 5 xil azaliyalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Azaliya. Hop, kattasi azaliyani mana, kameliyani kattasi adashmasam 600 ming qo'yishdimikan, optiviy narxda. Donali emas, optim. Kameliya kichkinasi, bunisi 160 ming qo'yilgan, shunaqa qo'yilgan. Hozir hamma internetda, hamma onlayn kuzatgani uchun hamma buni narxlarini, optiviy narxlarini deyarli bilib bo'ldi. Ofislarga qo'ygani, qarab bergani mana gulimiz ham yaxshi ekan. Dratsiyani 3 taligi chiroyli chiqib qoldi. Zo'r kelyapti, chiroyli kelyapti. Men o'zim bir ikkita ofislarga qo'yib berdim, yaxshi turibdi, zo'r turibdi. Bunisi ham zo'r turibdi, shunaqa chiroyli holatda ketdi bunisi ham. Go'zal holatda. Kofelar. Kofe ham ancha sovuqqa chidamli ekan, mana shu tepkisi yonmayotgan gradusda yaxshi turibdi kofe. Holatini yo'qotmay zo'r turibdi. Gardeniya mana kattasi. Zo'r bu. Chiroyli ketdi. Adashmasam 150 ming so'm shunaqa. Bunisi 50 ming so'm. Bahorga xudo olsa yana bundan da yangiliklar ko'payib qolsa kerak. Bu dratsiyani. Bunaqa ikkita etajli dratsiyani yangi kelgan partiyasi. Archalar 120 ming qilib berishyapti bular. 1 metrga borib bormay bo'ylari shunaqa. Dratsiyalar bular. Dratsiyana. Chiroyli, joni qattiq, yaxshi turadi. Holati yaxshi. Sarguylar bular oldingi partiyadan ekan, baklari urinib yaxshi.
kuzatishda davom etinglar. Endi hozir hamma gullar bir xil bo'lib ketgani uchun video qo'ya olmayapmiz. Yangiliklar ko'p, o'zimiz bo'sha olmayapmiz, vaqtimiz bo'lmayapti. Shuning uchun aloqaga chiqish uchun 99 328 1059 telefon nomeriga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Sog' salomat bo'linglar.